hamma bolalarning kayfiyati hozir yaxshi. Oldimizda qanaqa o'yinligini bilib turibmiz. Faqat oshirib yuborish ham kerak emasda, motivatsiyani o'yin paytida bu xalaqit qilishi mumkin. O'sha oldingi o'yinlarda o'ynashimiz kerak. Xuddi shunaqa nastroy bilan, xuddi shunaqa muhit bilan o'ynashimiz kerak deb o'ylayman. Slishkim oshirib yuborsak ham bu o'yinda zarar qilishi mumkin. Bosimdan qutulish uchun mana bolalarga kayfiyat ulashyapmiz. Bolalar bilan shunday настроениясini yaxshi qilib, sal xayolini sal ozgina bo'lsa ham chalg'itish, chunki faqat o'yinni o'ylayverish, hali o'yinga 5 kun, 4 kun vaqt bor, u xalaqit qiladi-da. Jismoniy holatim yaxshi, chunki biza u yoqda 15-da chempionat tugagan bo'lsak, undan keyin 2 ta o'yin bo'ldi. Shu yana 15 kun biza klub bilan trenirovka qilib, uni tonusda yurdik. Hammasi joyida. Bu yerga kelib qo'shildi, bu yerga ham havoga ancha adaptatsiya qilib oldik. Menimcha o'ylaymanki, hammasi yaxshi. Men aboy chiqaram deyman. Ashunda. Qanday aytadi? Ko'p faqat qayerda kiygansiz? Sovuq o'dariladi. Mana shuda. Odatda kiygan italyan. Sovuq o'dariladi. Xitoymasda bu rossiyskiy. Bilchillab qolibdi-yu. To'xtaydi. Aka turing yaxshilar. O'tkir aka, Turing. tanishib bo'lmasin. Voy.